Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz hammamizni o'ylantiradigan, ba'zida hatto hayotimizdagi eng muhim qarorga aylanishi mumkin bo'lgan savol haqida suhbatlashamiz. Sport bilan shug'ullanishmi yoki bilim olish yo'lida borishmi? Qaysi yo'l bizni rostdan ham haqiqiy muvaffaqiyatga olib boradi? Ishonchim komil, bu video sizni oddiy tomoshabinga emas, fikrlovchi insonga aylantiradi. Bugun bizning jamiyatimizda sportga qiziqish oshib bormoqda. Ko'pchiligimiz futbol, boks, kurash, MMA, suzish yoki boshqa sport turlariga jiddiy yondashyapmiz. Chunki sport orqali mashhurlikka erishish mumkin. Moliyaviy daromad, muxlislar, shon-shuhrat bor. Taniqli bo'lish imkoniyati katta, lekin o'ylab ko'raylik. Siz sport bilan shug'ullanayotganingizda bu yo'lni o'zingiz istaganingiz uchun tanladingizmi yoki atrofdagilar, jamiyat yoki ota-onalarimiz ta'sirida shunchaki ergashib ketgandirsiz? Har kuni ertalab soat 5:00 da turib mashq qilish, qat'iy dieta, raqobat bosimi, bularning barchasi yengib o'tish qiyin bo'lgan narsalar. Ko'p sportchilar shikast olgandan keyin butun faoliyatini yo'qotadi. Sizning sportga bo'lgan munosabatingiz chin yurakdan kelyaptimi? Biz bu yo'lda sabr va iroda bilan davom ettira olamizmi? Aksarimizdan nima qilyapmiz deb so'rashsa, shunchaki o'qiyapman deymiz. Lekin chuqurroq o'ylab ko'raylik. Biz bilim olishni o'zimiz xohlab tanladikmi yoki bu shunchaki majburiyatmi? Bilim insonni kuchli qiladi, uzoq muddatli barqarorlik va rivojlanishga olib keladi. Har qanday sohada chuqur bilim egasi bo'lgan inson jamiyatda qadrlanadi. Lekin bu yo'l ham oson emas. Soatlar davomida kitob o'qish, darsga qatnashish, imtihonlarga tayyorlanish, sabr qilish, bular ichki kuch talab qiladi. Siz bilim olayotganingizda o'zingizni haqiqiy inson sifatida his qilyapsizmi? Bizning bilimga bo'lgan e'tiborimiz faqat diplom uchungina emasmi? Hozirgi sharoitda ba'zida tanlov bizga emas, atrofdagilarga tegishli bo'ladi. Ba'zilarimiz sportga majburan yuborilamiz, ayrimlar esa faqat ilm yo'li bilan ketishga undaladi. Nega? Chunki jamiyatda sport tez natija beradi degan tushuncha bor. Ilm esa ko'proq sabr, vaqt va keyinchalik natija degan fikr bilan baholanadi. Shunday bo'lsa-da, biz o'zimizga quyidagi savollarni berib ko'rishimiz kerak. Biz nimaga qiziqyapmiz? Bizni nima ilhomlantiradi? Sportdagi muvaffaqiyatmi yoki bilimdagi chuqurlikmi? Aslida hozirgi zamonda eng to'g'ri yo'l bu sport va bilimni birga olib borish. Sport bizga sog'lik, intizom va g'alaba ruhi beradi. Bilim esa hayotga chuqur qarashni, keng fikrlashni, barqaror kelajakni. Bugungi dunyoda ko'plab taniqli insonlar har ikki yo'lda muvaffaqiyatga erishmoqda. Ronaldo professional sportchi, lekin ijtimoiy tarmoqlarda media bo'yicha savodli. Ba'zi yurtimizdagi yoshlar IT mutaxassisi, lekin sport zallariga ham qatnaydi. Shunday ekan savol: biz nega faqat bittasini tanlashimiz kerak? Ochiq gaplashaylik. Har birimiz o'zimiz uchun tanlov qilamiz, ammo bu tanlovda bizga eng muhim narsa ichki ovozimiz. Nima qilganimizda quvonamiz, nima bilan shug'ullanganda vaqt qanday o'tganini sezmaymiz. Sport mashqlarimi yoki ilm bilan shug'ullanishmi? Biz bu savollarga javob berib, tanlovimizga mas'uliyat bilan yondashganimizda to'g'ri yo'lda boramiz. Eng muhimi, bir sohada bo'lish bilan ikkinchisidan voz kechmaslik kerak. Videoni yakunlar ekanman, keling, o'zimizga yana bir bor savol beraylik. Biz sport bilan shug'ullanyapmizmi? Lekin aqliy salohiyatimizni rivojlantiryapmizmi? Yoki ilmga sho'ng'ib jismoniy salomatligimizni e'tiborsiz qoldiryapmizmi? Siz bugun qaysi yo'lda ko'proq vaqt ajratyapsiz? Shuni unutmang, har ikki yo'l bizda fidoilik talab qiladi. Ammo chin dildan ongli tanlov qilsak, har doim g'olib bo'lamiz. Aziz do'stlar, ushbu video sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Siz qaysi yo'ldasiz? Sportmi, bilimmi yoki har ikkalasimi? Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Siz bilan bu yerda o'z ustimizda ishlaymiz. Siz bilan Elbek Olimov bo'ldi. Salomat bo'ling.